Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bugun sizlarga fiyalkalarni yoshartirish, yangi gruntga ekish sirlarini ko'rsatib o'tmoqchiman. E'tibor beradigan bo'lsangiz, fiyalkalarimizni tagida doimiy fitilda suv turadi. Ba'zida esa ozroq miqdorda suv qolmay qolganda ham ular bemalol chidaydi, faqat tuprog'i juda qurib ketmasligi kerak. Hozir sizlarga fiyalka ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana Elif Feya Agnya. Buni qarang. Tuprog'i rosa qurib qolgan, chekkada mana shunday o'sib ketib, bu baribir mana g'unchalab mana gullab boshlabdi. Lekin tuprog'i juda qurib ketgan. Ham poyasi ham mana uzun bo'lib o'sgan. Endi buni biz yoshartirib olamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mana tayyor grunt. Mana shunday tayyorlab olganman. Mana loy emas, sachrab ketadi mana bunday qilganingizda. Keyin mana yangi tuvakcha. Men ipini mana shunday qilib bog'lab olaman. To'qilgan iplar, to'qiladigan akril iplari shu bilan birgalikda kapronlardan ham foydalanishingiz mumkin. Buni oldin ham aytib o'tganman. Men esa mana jalyuz pardalarni ipidan foydalanaman. Bu ham yaxshi suv tortadi. Eskirib, chirib qolmaydi, yaxshi. Shunday qilib tortib olaman. Mana buni qarang. Ildizlarini juda o'sib, yaxshigina egallab olgan. Tuproqni olib tashlash uchun mana bunaqa cho'pakchadan foydalansangiz bo'ladi, lekin hozir bu qurib qaqshab qolgan. Buni qo'limda ham olib tashlasam zarar qilmaydi. Mana bunday sariq barglarini ham yulib tashlayman. Bularni ekishni ham keragi yo'q. Mana buni ekish mumkin. Buni ham mana shunday qilib qisqartirib tashladim. Buni qarang, qancha o'sib ketgan poyasi. Endi bu o'sib olishi uchun buni gullarini ham yulib tashlayman. Chunki hozir ildizini ham tozalab olaman. Yangi gruntga ekishdan oldin. Mana g'unchasini ham olib tashlayman. Chunki ildizga kuch berilishi kerak. Gulni o'ziga emas. Yana ortiqcha bargi. Menimcha mana shu ortiqcha barg. Bu ham mana shu kichkina qilib olib oldim. Endi mana shunday qilib qirib olamiz. Bemalol qirib tozalab olsangiz bo'ladi o'tkir pichoqchada. Buni kaltartirib olsam ham bo'ladi poyasini. Mana bunday joylari qolmasligi kerak. Yaxshilab qirib olish kerak. Mana bargni yulib olgan joylarimizni.
Bu ildizlarni faoliyati уже o'z nimasiga yetib qolgan. Ishlamaydigan bo'lib. O'shaning uchun olib tashladim. Mana. Mana shunday qilib tozalab olganimizni mana tanasi nam. Buni quritish kerak. Men esa mana shunday salfetkada artib olaman. Shimdirib olaman namini. Bunga ismini yopishtirib endi mana tayyor gruntdan solib olaman. Juda presslab tashlaganim yo'q, lekin normada biroz bosib qo'yasiz tuproqni tekislab. Ana endi buni mana shu turishiga ekib olamiz. Keyin mana atrofini oz-ozdan bosib qo'yib, yana ozroq grunt solamiz. Shuni ekib olganimizdan keyin buni atrofiga gruntdan solib, shuni chekkalarini yopib olamiz. Hozir kunlar isib ketdi. Buni to'g'ridan-to'g'ri fitilga qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin meni sharoitimda fitil yangi yoshartirgan fiyalkalarimni fitil usulda yaxshi o'stirib bo'lmaydi. Menda teplичка usuli juda yaxshi natija beradi. Mana aziz obunachilarim, endi shu holatda buni shunaqa oq salfanga mana shunday qilib salofanga solib olaman-da. Keyin ozroq nomiga besh olti tomchi suv tomizib, keyin buni teplичка qilib qo'yaman. Shu turishda bemalol lampani tagida 15 kun, 20 kun turadi. Ildizlari yaxshi o'sib oladi. Keyin yarim teplичка holatiga 3-4 kun qo'yaman va fitilga olib olaman. Aziz obunachilarim, mana fiyalkalarni yoshartirish mana shu ko'rinishda juda oson. Bemalol o'shanday qilib fiyalkalaringiz, o'sib ketgan fiyalkalaringizni mana shu qilib o'stirib olsangiz, yoshartirib, siz bilan bir necha yillab fiyalkalar uyingizda mehmon bo'lib, ochilib, sizni ko'zlaringizni quvontirib turishadi. Fiyalkalar ko'p yillik o'simliklar hisoblanadi. Ularni bemalol bargidan, pasinkasidan ko'paytirib, yoshartirib o'stirishingiz mumkin.
Aziz obunachilarim, videomiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Like bosishni unutmang azizlarim.